Assalomu alaykum. Yana men, yana o'sha 2026-yil 2-yanvar qo'ydi mana chiqardik ko'prikchadan. Xudo xohlasa mana ketdik yana o'sha dalaga. O'sha dalamiz bepoyon dalaga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yo'l aka ham o'tlab ketaveradi ana shunday. Sekin o'tlatib boramiz o'zimiz dalagacha. 3 haftali bog'. Qani sekin ketdik, kuzatib boraverasizlar. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qo'yamiz oldindan. Shunday boqib sekin haydab ketamiz. 150 metrcha bor. O'zimiz soyasidan o'zi ham qo'rqib ketadi har xarda. Shuning uchun astagina oldiga o'tib olamiz qo'ylarni. Sekin o'zlar kelaveradi orqamizdan. Ana oldiga ham o'tib oldik. Bo'ldi, ba'zi sekin orqamizdan kelaveradi. Shu kechda ketaveramiz. Ko'prikdan o'tib oldik, sekin tizilib ba'zi ketdi dala. Bu jonivorlar ertalab tikonni zo'r yeydi-da, ertalabki videoni ola olmayapmiz hech. Hozir abitdan keyin saliq issiq tikonlar qotgan ertalab yumshoq bo'lib turadi. Namlik bo'lib. Yo'q, ketdik, endi narigi dalaga o'tkazamiz. Videomiz keyingi dalada davom etadi. Chota bu qo'ylarni keyingi dalaga o'tish niyati yo'q shekilli. Sekin o'tlab ketyapti. Kanalni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Nimalar haqida ma'lumot beraylik. Ya video ko'proq bo'lsinmi? Hozir 2 minut, 3 minutlik videolar olib tashlayapman. Boshlanishiga Xudo xohlasa qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hammaga rahmat, like bosib, podpiska tashib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.